bir qotini bir balışva ekende, toy tökün, nazar, chiroq basıl apırtkende, bir kuni u bal nimis qilib, "Bormaymasim, haqlarning balisi borga, senimiş bormaysa" deb. Bir kuni choyga apırtkende, apirib yanchiqqa tosh tattiqtirib to'shqizib qo'ysa, ayollar ketish chog'da, "Balam, sen dugo qilib beygina" desmoqi deb dugo qilganda, ikkinchi qitim qo'lim ko'targanda, ayollar "Balam, dugo degan birlik qitim qildi, ikki qitim qilmaydi" des. Birinchi qitim qandiglari migashganning, ikkinchisi yanchiqqa sog'anning deb. Bir kuni biz uyga yezdan tuqqimiz kelib, 3-4 kun tutda, uni shu tunchi qitim shakirishganda, bir kuni axurayli, nimaga deb chiqsam, hojatxon turib aqirabdi. Biz hojatxonning ichini sermalik qilib, tishi oqdigan qilib yozganda, "Bu nima deydi hojatxon" desam, uni aqlayra qolibdi. Shunlar birdamki yana aqiraydi. Nimaga deb o'ylab chiqib qarsam, o'ylatga avrazini turib, "Bu nima hojatxon" deydi. Men chan tutmayla, "Burga yozdiq hojatxon" dedi. Mushu bir kuni dadam ikkimiz Tijonga ishakarular qonat sotqini chiqib boratdiqda, dadamning hamrohiga og'insi keynimizda otarular bizga yetishib oldi. Biz shunda qiziq baranglar qilib chiqib boratdik. Bizning ishakaruning javonsi ketgandi. Udamiz shunda sanglik ketdi. Bir davan kelganda uning tatama kenik sobilib ketib, quyruğun dasilib quyruğun uzatgandi. Shunda yig'lab ketdi. Berib dada, itimning quyruq uzilib ketdi debga. Dadasi turib ketib, "Bo'ljig'ima balam, liq suyatga itimning quyruğini ulab qo'yma" debdi.